Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida korrupsiyaga qarshi kurash, huquqiy ongni yuksaltirish va ichki nazorat tizimlarini takomillashtirishga bag'ishlangan seminar tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Seminarda ta'kidlanishicha, tarixan qisqa davr ichida mamlakatimizda qonuniylik va huquq tartibotini ta'minlashning institutsional va huquqiy asoslari shakllantirildi. Korrupsiyaga qarshi samarali tizim yaratildi. Mazkur islohotlarning amalga oshirishda milliy qonunlarga xalqaro huquqiy normalarni singdirishga alohida e'tibor qaratilgan. Seminarda korrupsiya jamiyat rivojlanishi uchun xatarli illat sifatida ko'rib chiqildi. Bu illat fan, ta'lim, tibbiyot va mudofaa kabi muhim sohalarning normal faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois davlat organlari aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash va ularga chek qo'yish, shuningdek, korrupsiyaga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Ma'ruzachilar har bir tashkilotda ichki nazoratni tashkil etish va korrupsiyaning oldini olish bo'yicha amaliy vazifalarni belgilab o'tishdi. Shuningdek, seminar doirasida axborot jamiyatining shakllanish sharoitida dinning siyosiy, madaniy va ijtimoiy hayotdagi roli, virtual tahdidlar va kibermakonda xavfsizlik masalalari ham keng yoritildi. Tadbir davomida yo'l harakati qoidalariga rioya qilish va xavfsizlik bo'yicha profilaktik suhbatlar ham o'tkazildi. Seminar qizg'in savol-javoblar orqali ishtirokchilarning huquqiy va diniy bilimlarini mustahkamlash bilan yakunlandi. Tadbir korrupsiyaga qarshi kurashda davlat va jamiyatning birgalikdagi mas'uliyatini yana bir bor namoyon etdi va qonuniylik hamda huquqiy ongni yuksaltirish yo'lida sa'y harakatlarning ahamiyatini ko'rsatdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, omon bo'ling.